Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Opamga o'sha kuni implant qo'ygan ekansiz. Implant mumkin emas ekan-ku. So'rab qo'ydi o'zimisiz? Ha, so'ragan edim. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Nima gap? O'z navbatim shular. Nima gap o'zi? Ha, sizni esladim, ha? Qo'yib yuborgan, lekin ancha bo'ldi-ku. Biron nima bo'lyaptimi? Ha, 2 oy bo'ldi. Hech narsa bo'lgani yo'q organizmga. Hech narsa bilingani yo'q. Bironta aytdim, qaysi doktor aytdi? Qanday doktor aytdi Buni sizga? qizig'i yo'q, mana o'zim ham doktorman. Bu kishiga umuman mumkin emas ekan. Hop. Bo'ldi, shu oling, biz pulimizni qaytarib bering. Biz norozi biz. Yo, 2 oy oldin bu kishi kelganlarida xo'jayinlar bilan keldi. Siz umuman qo'shilib kelgansiz. Men bu kishiga qo'yib yuborganman. Bu kishini o'zlari kelganlar meni Bu oldimga. kishi meni opam. Mumkin emas ekan. Bo'ldi shu. Qaytarib bering pulimizni. Kuni kechagina xuddi shunaqa voqea aynan bizning o'zimizda qabulimizda bo'lib o'tdi. Aynan u ayolning aytishi bo'yicha implant spiral u kishiga mumkin emas ekan. Aslida implant spirali hammaga mumkin. Qarang qanday afzalliklar bor. Kresloga chiqishga qo'rqasiz, lekin mana buni bilakka qo'yish orqali bemalol bu og'riqlardan qutulishingiz mumkin. Sizda 2 shoxli bachadon qanaqa spiral qo'ydira olasiz? Siz qo'ya olmaysiz, ikkita shoxiga spiral qo'ya olmaysiz-ku. Aynan bilakka qo'yish orqali bundan ham qutulishingiz mumkin. Sizda doimiy og'riqlar bilan keladigan hayz sikli aynan bu spiralni qo'yish orqali bu og'riqlardan ham xalos bo'lishingiz mumkin. Yana eng prezervativni olaylik. Har qanday erkak ham prezervativ kiyib jinsiy yaqinlik qilishni xohlamaydi. Sizga mis spiral, kumush spiral, hattoki merina spiral, hattoki tilla spirallar bor. Ularning hammasi ham sizga mos kelavermaydi-ku. Implant esa hamma ayollarimizga mos kelishi mumkin. Haqiqatan ham qaysidir ayollarimizga implant spirali to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu ayollarimiz qanday ayollar? Aynan ko'kragida kistalari bor ayollarimiz yoki bo'lmasa anamnezida ko'krak saratonini o'tkazgan ayollarimiz yoki bo'lmasa og'ir jigar kasalliklari yoki bo'lmasa aynan qon yo'llaridan sababsiz qon ketishlar yoki bo'lmasa aynan qon kasalliklari bo'lgan ayollarimizga aynan implant spiralini qo'yib bo'lmaydi. Aynan yuqoridagi voqea real voqealarga asoslangan. Aynan opa-singillarga men qanday yo'l tutdim, ya'ni implant spirali uchun. Kommentariyada javoblaringizni kutib qolaman.